Jitil, u yerda nima qilyapsan? Mana men jitil pastdaman. Kampot, nima qilyapsan? Menga xalaqit berma, ishimni qilishim kerak. No, jitil, men senga hozir qarashaman hozir. Mana bunday chiqamiz. Okey. Yo'mayo. Tushunursan, Kampot, hozir yiqilib ketasan. Bor, menga xalaqit berma, ishimni qilishim kerak. Mayli jitil, mayli. Mana bu jitil nima qilyapti? Oy, salom jitil, nima qilyapsan? Salom Kampot, men mana quduqni tozalayapman. Menga zadaniya, ya'ni topshiriq bergan. Shuni qilishim kerak. Bu quduq toza turibdi. Yana qanday tozalaysan? Yo'mayo, hech kim o'ynashni xohlamayapti men bilan, jin ursin. Hoy, Kampot, bu yoqqa kel, Kampot. Salom janob mer. Nimaga men ish bergan jitillarga xalaqit beryapsan, Kampot? Jitil mer, xullas men jitillar bilan o'ynashni xohlardim. O'zlari kelishardik oldin oldim. Ya'ni xullas men o'ynashni xohlayman jitillar bilan. Yo'q, Kampot, ularni ishi bor, tushunyapsanmi? Seni ham ishing yo'qmi, Kampot? Yo'q, men hamma ishlarimni qilib bo'ldim. Ekinlarni tozaladim, xullas hamma ishlarni qildim. To'xta, Kampot. Okey, xo'sh. Menga bitta ideya keldi, Kampot. Xullas, skladni bilasan-a, eski skladni? Janob mer, bilaman. O'sha yer ta'mirtalab bo'layotibdi. O'sha yerni ta'mirlashing kerak, Kampot. Qila olasanmi? Hozir men senga kerakli narsalarni ham beraman. Odam, janob mer, bemalol qila olaman. Bo'ldi, mana shu narsalar bilan bemalol qila olaman. U yer juda mustahkam bo'lsin. U yerda endi kerakli narsalarni ham saqlaymiz. Okey, mana bu eshikni ham qo'yaman. Ajoyib eshik bu. Juda baquvvat eshik. U yerda endi juda kerakli narsalarni ham saqlaymiz. Hech kim kira olmasligi kerak. Shunday qilib ta'mirla, Kampot. Okey, janob mer, hozir hammasini zo'r qilib taylaymiz. Xullas, barchaga salom qadrli obunachilar. Sizlar bilan men Kampot va meni yangigina videomga xush kelibsizlar. Ko'rdinglar, bugun mer menga zadaniya, ya'ni topshiriq berdi. Bu yerni endi xullas ta'mirtalab bo'layotibdi, ko'ryapsizlar. Bu yerni endi tuzatish kerak. Kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'ying. Sizga qaysi youtuber yoqadi? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib ketinglar obunachilar. Okey, bo'lmasa men ishimni boshlayman. Mana bu sanduqlarni olaman, chunki bu sanduqlar bizga umuman kerak emas. O'rnida bizda ajoyib sanduqlar bor. Yo'q, mana bu yerni qaranglar, ta'mirtalab bo'lib yotishini tushunursin. Obunachilar, sizlarga qaysi youtuber yoqadi yozib. Davay, bo'lmasam ta'mirlashda davom etamiz. Okey, mana bu yerga eski sanduqlarni qo'yamiz. Iltimos, sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ajoyib. Endi mana eshikni ham olamiz. Bu narsalarni kim olsa olibdi-da. Bizga endi bu narsalar umuman kerak emas obunachilar. Mana buni ham olamiz. Bo'ldi. Endi mana buni ham olamiz. Bo'ldi obunachilar. Endi mana bu yerni olamiz. Yo'q, bu qanaqa xona bo'ldi? Jin-ursin obunachilar. Yo'q, qanaqa xonaga tushib qoldim men? Kamalakli xonami? Oldin bunaqa xonani men ko'rmagandim. Jin-ursin obunachilar, qaranglar buni. Yo'q. Qanday kim qurdi buni? Yo'q, jin-ursin obunachilar. Merni chaqirsam ekan-a? Merni. Yo'q, oldin tepaga chiqib o'ylab ko'rish kerak. Tepaga chiqish kerak. Mana bu yerda narvon bor ekan. Okey, mana shu yerdan chiqamiz. Okey, xo'sh. Bo'ldi, chiqdik. G'alati xona obunachilar, yo'q. Okey, qanday paydo bo'lib qoldi ekan-a obunachilar? Jin-ursin, merga aytsam ekan-a hammasini? Yo'q, bronyalarni qaranglar. Merga aytsam ekan, mer ish qilyapti. Yo'q, aytmaganimiz ma'qul obunachilar. Hozir xavfli narsa chiqsa aytamiz qochib. Okey. Mana bu narsalar yo'q, etajli uymi? Kim qurib ketgan bu narsani, bu xonani? Mana bu yerda sanduq bor ekan. Buni ochib bo'lmayapti. Tepadagi blokni olish kerak. Yo'q, jin-ursin, muncha qiyin bu blokni sindirish. Jin-ursin, boyadan beri sindirib yotibman. Qani sindsang-chi endi, la'nati blok bo'ldi. Sindi, qani ochib ko'raylik-chi. Yo'q, obunachilar. Jin-ursin, kamalakli izmurt. Buni ichida qaranglar, tarkibida nimalar bor? Katta pulga sotib yuborsak bo'ladi-yu buni obunachilar. Jin-ursin, mana bu yerda kamalakli bronyalar ham bor obunachilar. Yo'q. Okey, xo'sh. Qaranglar, buni effektlarni ko'pligini. Mana bu yerda bronyalar ham bor, kamalakli bronyalar obunachilar. Hammasini olib ishlatib ko'ramiz. Bular kerak emas bizga hozir. Anvil ham bor ekan. Stop, mana bu yerda yo'q, yana bitta xona bor ekan obunachilar bu yerda. Jin-ursin, kim qurgan bu xonalarni? Yo'q, juda g'alati. Bu yerda oddiy televizor bor. Bu yerda ikkita xona topdim yana qo'shimcha obunachilar. Plus yo'q. Okey.
Menimcha bu yer oddiy xona. Stop. Jursin, yana bitta xonami? Obunachilar, yo-mayo, qanday bunaqa xona? Yo-mayo, kim qurgan obunachilar? Iltimos sizlar tezroq obuna bo'lib, videomga like bosib qo'ying. Okey, obunachilar. Ay, mana bu mashinani qaranglar. Yo-mayo, Jursin, mashinani qaranglar. Bunaqa mashina ko'rgim kelyapti, lekin hozir emas. Ayni paytda hozir haydab bo'lmaydi obunachilar. Yo-mayo, pastga tushish kerak. Yana bitta xona bormi? Pastda yashil xona bor ekan. Bu yerda ulkan seyf turibdi, lekin nega bu yerda seyf turibdi obunachilar? Yo-mayo, tushunursin, qanaqa xonalar bo'ldi? Tagma-tag xonalar. Yo-mayo, buni ochib ko'rsam ekan, qiziqyapman. Ichida nima bor deb o'ylaysizlar? Okey, mayli. Ochib ko'ramiz. Qani 1 2 3. Qani kay aniga ochildi. Bu yerda sanduqlar bor obunachilar. Yo-mayo, tushunursin, buncha ko'p izmirtlar, pullar. Bu yerda boyib ketishim aniq obunachilar. Yo-mayo, tushunursin, izmirtlarni qaranglar. Yana bitta xona obunachilar. Bu qanaqa xona? Stop, kimdir ko'rinyapti. Yo-mayo, golemlar bor ekan. Salom golemlar, salom golemlar. Nimaga bu golemlar qimirlamayapti? Qiziq, olmazli golem yana obunachilar. Yo-mayo. Golemlar, menimcha bular qimirlamasa kerak, shunday deb o'ylayapman obunachilar. Menimcha bu golemlar qimirlamasa kerak. Pastga ko'kxonaga tushib ko'ramiz obunachilar. Yo-mayo, bu xonani qaranglar obunachilar. Jennursin, bu xonani qaranglar. Kompyuterlar bor ekan. Yo-mayo, obunachilar, kompyuterlar. Sizlarga yoqyaptimi bu xona? Bu xonalarni kim qurgan obunachilar? Sizlarga qaysi xona yoqdi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Birinchi qanaqa xona chiqdi? Kamalakli xonami, ko'k xonami, xullas qaysi xona yoqdi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Yo-mayo, mana bu kompyuterlarni qaranglar. Jennursin, o'tirib ko'rish kerak bunaqa kompyuterga. O'zimda ham yo'q bunaqa kompyuter. Yo-mayo, ajoyib ekan kompyuter obunachilar. Okey, obunachilar. Stop, yana bitta xonani ko'rdim. Hozirda yana bitta xona bor ekan. Binafsha rang obunachilar. Bu qanaqa xona? Yo-mayo, qizlarning xonasimi obunachilar? Mana bu yerda qo'shimcha sanduqqa o'xshagan narsa bor ekan. Stop. Bo'ldi, xona tugadi obunachilar. Xonani oxiriga keldik menimcha. Obunachilar, ham xonani oxiriga keldik. Mana bular hamma ochilmayapti, qulflangan obunachilar. Bu yerda kim yashaydi? Kim qurgan bunaqa narsalarni? Rang-barang xonalar. Kompyuter qani? Yo'q, ishlamayapti obunachilar. Kim qurgan bo'lishi mumkin? Stop. Rang-barang jitil, ya'ni kamalakli jitil qurgan. Yo-mayo, bunga qizlarning xonasi nima kerak obunachilar? Voy, Jennursin, hamayli, balkim u qurmagandir obunachilar, lekin kimdir qurgan-ku buni. Yo-mayo, hamayli. Buni merga aytsam ekan, hech qanaqa xavf chiqmadi. Aytsam ekan, topib oldim deb. Yo'q, obunachilar, aytmayman. Ichida pullar bor, hammasini olaman, uyni ta'mirlab beraman, hammasini olib ketaman. Lekin mana bu mashinani ayni paytda hozir haydab ko'raman. Hoy, jitillar, qochinglar, meni mashinamni qaranglar, kuchliligini. Yo-mayo, juda ajoyib mashina. Ko'bini okey tushamiz. Yo-mayo, mashinamga hech narsa qilmadimi? Jitillargachi yo'q, bo'ldi, hech narsa qilmabdi. Endi tezroq ana bu yerga borishim kerak obunachilar. Ish qilib hech kim yo'q bo'lsin-da. Okey-da. Turibdi bu yerda hamma narsa, xonalarni qaranglar, tushunursin obunachilar. Yo-mayo, kim qurgan? Qaranglar, sizlarga qaysi xona yoqdi? Kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Merga aytsam ekan? Okey, mayli obunachilar, nimadir deymiz. Voy, kapot. Stop, mermi? Yo-mayo, kapot ustingdagi nimadir? Yo-mayo, Jennursin, kapot qayerdan olding ustingdagini? Janob mer, men ishlayapman. Bilyapman, ustingdagini qayerdan olding? Obunachim sovg'a qildi. Jennursin, hozir jitil bu yerga kelma, jitil bu yerga kelma. Yo-mayo, men ishlayapman, jitil. Okey, bu yerni yashirishim kerak tezroq obunachilar. Mer kelib qolmasdan hozir kelib bo'ldi. Okey, obunachilar, hech kim bilmadi. Kapot, nimani yashiring? Jinnimsiz janob mer, nimani yashiraman? Bu yerda ishlayapman-ku. Ustingdagiga nima bo'ldi? Ustingni qayerdan olding kiyimlarni?
ketib qoldimi yo'qmi hammaylar obunachilar. Men shubhalanib qolmasligi kerak. Xullas barchaga xayr, men ishlashim kerak obunachilar. Kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosing. Barchaga xayr obunachilar.